300 bas, xullas $330 100 kvadratlik korobka holati. Pastki raqamlarni o'qisalang, baraka qolamiz. Kvartiramiz 3 xonali, 2 ta sanuzel, bitta oshxonasi bor ekan. 4-etajda kirpishni domimiz. Mana перегородкаларni bunaqa gazabloyda urilgan. Atrofi pon 100% pishig'ishda bo'lgan. Kirgilida turibmiz. Pelikanda xo'p, Novostroyka 4 etajli domni 4-etajda bir dona kvartiramiz qolgan hammasi sotilibdi. Batga olib kirib beradigan narsalari gazi, suvi, sveti, xullas kommunalka kanalizatsiyalari 0 olib kirib beriladi. Bag'ani o'zingiz montaj qilib olaverasiz. Pastki raqamlar sizlarga barakaga. Bundan tashqari yana bitta qiziq ma'lumot. Eshik tagida kira olishda bitta gilamli eshik qo'yib berar ekanlar. Mana shu romlarni ham qo'yib berishsa kerak. Pilon qilaverasizlar. Bemalol baquvvat bo'lgan. Mana bu regil bandaqalarni ko'rsatib qo'yasiz mana. Xudo xolasa juda ham baquvvat. Mana shu narsaga 5 ta armatura tashlang deganlarda 8 ta tashlabdilar. Xullas hamma yo'g'i addushi ko'ngildan chiqqan kvartira. Bemalol kelib yashab olaverasiz. Ancha-muncha Alloh saqlasin, zilzila bo'lsa ham bardoshli, baquvvat dom bo'ldi. Barakaga kirgili mana shu kanetkadan so'ragan, kanetka emas, pelikandan so'raganlar jo'natib olamiz sizlarga.